rulni oxirigacha burganimda balon aka diskka kriloga tegib qoldi. Menimcha tezroq yurganda balon yorilib ketishi mumkin. Aka, bu katta diskka buni yechib tashlash kerak. Yo, bilaman, kattaligini aka, o'zingizam bilasiz. Bu mashina proyekt qilib yig'layotgan mashina. Podpischalarim mana shu diskani xohlab tanlashdi, yoqdi. Endi shu diska qolmasa bo'lmaydi. To'g'rilab bermasangiz bo'lmaydi aka, to'g'riroq. Agar podpischlar tanlashgan bo'lsa, harakat qilamiz tegmaydigan qilib berishga. Akalar, sizlar like bilan podpishka berib turinglar. Aka, xudo xolasa, diska balonni chiroyli qilib joylashtirib beradilar. Lekin men sizlarga zo'r sovg'a olib qo'yganman. Bu sovg'ani kommentariyadan aniqlaymiz. Mana shu qo'limdagi Rowe Nenetskiy moyini bitta insonga sovg'a qilaman, kommentdan aniqlab. Roweni bilasiz-ku aka, nemislarning seriozniy moyi hisoblanadi. Mashinani motorini tayyorlab qo'yibdilar akam. Aka, mashinani necha kunda zavod qilamiz? Maqsadga o'taylik to'g'rirog'i. Endi diskalarni tegmaydigan qilishlar bilan bir 10 kunlarda zavod qilamiz. Yo'q, lekin 10 kun sal ko'p. O shundoq ham men mashinani ozgina cho'zib yubordim. Mana bu yerda insonlar ham sal noto'g'ri tushunib qolishyapti. Sal tezlashtirib bermasangiz bo'lmaydi aka. Aka, sizni podpischalaringiz uchun 5 kunda zavod qilamiz. 5 kunda qilib bersangiz, lekin aka 5 ketaman. Gap yo'q.